Hijob. Agar biz ro'mol o'ramaydigan bir qizga yoki kelinga uylangan bo'lsak, ro'mol o'ra desak, o'ramayman deyotgan bo'lsa, shijoatimiz qo'zib, g'ayurligimiz kelib shart javobini berishlikka shoshilmaylik, ukalar. Chunki uylanayotganimizda majg'a ro'molsiz ayolga uylanishga loyiq edik. O'zimizga tengi keluvdi. Endi Alloh bizni hidoyat qilib, namozga, taqvoga, ibodatga yiqitgandan keyin biz ham ozgina sabr qilaylik-da, bitta ayolni ro'molga kirgizib, Allohning buyrug'iga, hukmiga egib qo'yishimiz dunyodagi hamma qilgan savobimizdan ustun turadi. Ali roziyallohu anhu aytadi payg'ambarimiz: "Ey Ali, bitta odam siz tufayli islomga kirishligi, Alloh siz tufayli bitta odamni islomga boshlasa, quyoshning nuri tushgan hamma narsadan ko'ra sizga yaxshiroq" deydi. Shart javobini berib yuborishlik, chidamaslik. Wa'mur ahlaka bis-solah wastabir 'alayha dedi Alloh taolo. Oilangizni namozga buyuring va ozgina sabr qiling emas, juda ko'p, juda katta sabr qiling deydi.